Oliy sudyalar kengashi. Sudyalar nazorat qiladigan. Mana shu yergacha 150 ta modda buzdi bular deb olib kelib ko'rsatyapti. Sudyalar oliy kengashi hech qanaqa chora ko'rgani yo'q. Xullas kalom, men hozir endi yetkazaman. Mana shu buzilgan 150 dan ortiq bo'lgan modda va qoidalarni qisqa-qisqa o'qib, qisqa-qisqa nimasini aytib o'taman, sabablarini. Buni ilova qilib turib, videoni oxirida tashlab qo'yaman. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, bu narsani iloji boricha men sizlarga tavsiya qilmayman. Ko'rib, nima qilishlaringni, vaqtlaringizni ketkazishlaringni. Sababi sizlarlik ish emasda endi bu. Endi men iltimos qilishim mumkin edi. Ozgina YouTube prezidentgacha yetib borish uchun ozgina like bosing, obuna bo'ling deyishim kerak emas ekan bu narsa. Sababi baribir mana millionta obunachisi bor, like'i bor odamlarniki ham yetib bormayapti prezident. O'sha uchun meniki ham hali bizaniki yetib bormay yarim yo'lda ham qolib ketadi. O'sha uchun o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Hech qanaqa kommentariya yozishlaring ham shart emas, like bosishlaring ham shart emas. Men prosta bu narsalarni video hujjat, tarix uchun muhrlab qo'ymoqchiman. Ertaga menga qarshi ish qilganda ham mana shu videolarni bemalol ochib ko'rishlari mumkin. Faktlari bilan, qonun, qoida, qaror, plenum qarorlariga asosan, konstitutsiyaga asosan men shu yergacha keldim. Haqiqat izlab. Ming afsus, mana haqiqat yo'q. Bitta bola savol berdi menga. Qonunni topdingmi, nima bo'ldi deb. Mana shu ishda yarmiga kelganda. Qonun bor, u savol emasda, noto'g'ri savol. Qonun bor, korrupsiya ham borda. Nima bo'ldi? Korrupsiyani yo'qota oldingmi degan savolni bersa tushunsam bo'lardi. Zo'r savol bo'lardi. Korrupsiyani qachon yo'qoladi? Hamma narsa elektronniy bo'lib ketadigan bo'lsa, hamma narsani elektronniy baza, internet orqali boshqariladigan bo'lsa yo'qoladi. Bo'lmasa yo'qolmaydi bu. Hayotda yo'qolmaydi. Inson omili bilan boshqariladigan narsa bo'lsa, baribir nafsi yo'l qo'ymaydi unga. Pora qilmaslikka, olmaslikka. Mana shikoyat ariza yozilgan 2024-yil 16-yanvar O'zbekiston Respublikasi Oliy sud sudyasiga, Oliy sud raisiga Islomov Baxtiyorga, ikkinchi guruh nogironi Matkayev Doniyor Sa'dullayevichdan. Shikoyat: men Xorazm viloyati mazmunni o'qib yetkazaman. Shu sababdan keyin bunaqangi apellyatsiya sudini qarorini kassatsiya tartibida Oliy sudda ko'rib. Mana Xorazmda ko'rildi. Taftish tartibida. Qayta taftish tartibida ham ko'rildi. Xorazmda o'zida. Apellyatsiyada ko'rildi, taftishda ko'rildi, qayta taftish Oliy sudda ko'rildi. O'shani men Xorazmda ko'rmasdan kassatsiya tartibida Oliy sudda ko'rilishlarini ariza bilan chiqqanman. Hech qanaqa javob ham kelgani yo'q bu arizaga. Mana kvitansiyalari bilan turibdi. Kvitansiya, data, vid oplati, markaz to'lovlari, operatsiya Ruxshona Rozmetova, kvitansiya nomeri 2223 tashlab beraman buni ham oxirida ilovaga. Keyin yana yozilyapti. Iltimosnoma Xorazm viloyati sudlov hay'atiga. Sudlov hay'ati degani o'sha yerda viloyatda bo'layotgan bir tartibsizliklarni, qonunbuzarliklarni ko'radigan hay'atda bu. Ming afsus, bularni ham tish o'tmadi. Keyin конечно men o'ylayman tepadan bularga bosim bo'lyapti deb. Prokuratura ham yopsa, bomb yopsa, hammasini bitta-bitta yopib yura olmaydi-ku. Bu o'zi jinoyatchilarning o'ziga pul kerak bularni. Bittasi qimor o'ynab qo'ygan 1 milliardga yaqin. Bittasi ekologiyada ishlaydi. 3 million oylikka nogiron boqolmayman deb yurtdana. Hozir ham aytdi. 10 ta farzand qanday boqaman? 10 ta odam yashaymiz bitta oilada deb. Akasini oilasini ham o'zinikiga qo'shib oldi bu janjaldan keyin. Yana iltimosnoma yozilyapti Xorazm viloyati sudlov hay'atiga. Bular o'qib o'tirishni hojati yo'q, aytayapman-ku. Yana iltimosnoma Xorazm viloyati sudlov hay'atiga.
doktorlar nimasi, Qo'shko'pir tuman prokuraturasi. Qo'shko'pir prokuraturasini ana mana shu kanalga boshida qo'yilgan videolarni ko'rishlaring mumkin. Qanaqa suskashlik, qanaqa sotilish, qanaqa bir tomonga og'ish, hech qanaqa ish qilib berolmadi. Bu yerda ikkinchi tomonni, ya'ni tazyiq va zo'ravonlik kuchayotganligi, bu esa ichki ishlar xodimida hech qanaqa xodimlari yordam bermayotganligi va yozma ravishda Jinoyat protsessual kodeksidan kelib chiqib ko'rsatilgan ko'rsatma berishingizni so'raymiz. Ya'ni ichki ishlar xodimlari tomonidan xavfsizligimizni ta'minlab bersin deb turib ariza yozyapmiz prokuraturaga. Hech qanaqa effekt bo'lgani yo'q. Naborot, ichki ishlar o'zini funksionalniy vazifasini bajarmasdan bizga yo'l qo'yib berdi. Ana 2024-25-yanvarda telefon qilyapman, mana tashqarida o'tiribman, sudrab tashladi deb hech kim kelgani yo'q. Keyin obedda nimaga boryapti? Skoriy pomoshga, tez tibbiy yordam. Nima bo'ldi aka? Bizani Qumbozor degan joy bor, bozorga jo'natuvdi. O'sha uzoqroqdan kelyapman. Har doim sen bo'lmasang yana bittasini jo'natib o'tiruvdi-ku dejurka. Yo boshliqlar. Nima uchun o'sha kuni imminni sani o'rningga boshqa kelmadi? Imminni o'zing sudrab turib ataylab kech kelding. Til biriktirganini u videodan oldinroq o'zi aytgan. Ko'ramiz hali qayergacha yetib borishingizni deb ketgan. O'sha nima? Uchastkoi. Qo'shko'pir tuman prokuraturasiga, yana prokuraturaga yozilyapti. Mahallasida shikoyat hamda Alloberganov Hurmat. Boyagi mana nimaga Alloberganov Hurmat degan uchastkoida xizmat faoliyatiga e'tiroz bildirganman. Boshqa uchastkoi tayinlashingizni so'rayman deb turib asoslar bilan keltirib berganman. Asoslarini ilovada turibdan tashlab beraman. Hech qanaqa prokuratura, demak prokuratura o'zi yo'l qo'yib o'tiribdi bu narsaga. O'zi kerak bo'lsa byuro berib o'tiribdi. Sal oldingi gapim chala qolib ketdi. Bosh qonunlarda yozilganki, prokuratura to'g'risidagi qonunda prokurorlar qonunga hamda bosh prokurorning buyruqlariga bo'ysunadi deb qo'ydi. Demak, qonunni buzdimi? Ikkinchi variantda bosh prokuror deganini qilib o'tiribdi-da bular. Bosh prokurorga kim bosim o'tkazgan deb o'ylaysizlar endi? Xullas kalom, qonunlarda suskashlik, oqsoqlanish juda ko'p. Sababi mana bu ayrim boyagi lavozim, ayrim emas, pashti 100% desam bo'ladi bularni endi. Bu yerda bitta halol ishlaydigan Qushurboyevni bilardim men, Doniyor G'aniyev degani bor edi. Undan oldin ana yana kim edi? O'shanga o'xshagan bir ikkitasi bor edi. Ular ham o'z arizasi bilan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Vijdoni qabul qilmadi. Ana vijdonsizlar qoldi joyida. Bemalol qonunlarni o'zlaricha tuzib tepaga senatga taqdim qiladiganlar. O'sha bo'shliqlar paydo bo'ladi keyin prokuratura to'g'risidagi qonundagida. Qonunlarga bo'ysundirish kerak bo'ldi bular prokurorlar. Nima uchun bosh prokuror bo'ysunish kerak? Bosh prokuror nima, xalq bilan qiziqyaptimi? Qabul qilyaptimi? Unga bo'ysundirasizlar? Ya bo'lmasa davlat xavfsizligidan mana shunaqa bo'shlik. Davlat xavfsizlik xizmatini xodimlari va uni ish faoliyati ijtimoiy ommaga yoritilmaydi deb qo'yibdi. Bu degani xohlagan ishingni qilaver degani. Amakingni urib tasha, nogiron qil degani menga o'xshab. Shunaqa oilasi bilan halak bo'lib o'lib ketsin degani, jamiyatda bitta bo'g'ini. Ichki ishlar to'g'risidagi qonunda tergov faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Tergovda xohlagancha o'tkiz, 15 kishi bo'lib oilasini urib nogironlik koleskasida sudrab tashab, qo'llarini kesib tasha degan joyi bormi? Bunga yana shu deputatlar xalq bilan ozgina ishla, vijdon yeganlar kallasini o'zi salladan olishni boshlash kerak o'zi. Bir chekkadan. Bechora mana tilxat yozib bergan kasal vaqtimda kelib, bir ikkita bolalar. Yerini qarashganman.
Palancha oylik to'lagan deb yozib bergan mana. Ma'naviy zararni undirishga kerak bo'ladigan hujjatlar bu. Olib borib ko'rsatyapman, xo'p to'lab berardim deyapti. San o'zing jinoyat qilib qo'yibsan-ku deyapti. Asoslab beringlar, ichgan deyapti deyapti. Qani asoslab beringlar ichganligimni. Topshirganman testda ichmagan deb chiqaryapti. Qayerda oldilaring bu gapni? Yana tilxat. Bu ham xuddi shunday qarashgan, ko'maklashgan. Guvohnoma. Matkarev Doniyor Sadullayevich. Tadbirkorlik to'g'risida hujjat. Hujjat berilgan. Yakka tadbirkor bo'lganman. Undan keyin bu ish ham to'xtadi. Mana ma'naviy zarar. Necha yildan beri ishlamayapmiz. Necha yildan beri bozor qilmayapmiz. Buni ham to'xtatib qo'ydik vaqtincha.